Ustoz o'qituvchi metodlardan foydalanmasa nima yutqazadi? O'ziga xos savol bo'ldi. Metodlardan foydalanmasa nima yutqazadi? Birinchi o'rinda hozirda zamon bilan hamnafas bo'lishda orqada qoladi. Qolaversa o'quvchilarni darsga yana bugun nima yangilik bo'lar ekan degan qiziqishi orqali bog'lay olmaydi va mavzuni kreativ tarzda bolalarni har tomonlama rivojlantirish orqali o'zlashtirishlarini imkoniyatini qo'ldan boy beradi. O'ylaymanki, bu 3 ta muhim faktor o'qituvchini metod foydalana olmaganida yuzaga keladi. Bizni xalqaro trenerlikka tayyorlashganida bizni trenerlarimiz sizni kopilkangizda, metodik kopilkangizda 50 ta metod bo'lsa, siz eng yaxshi o'qituvchining birinchi bosqichidagi o'qituvchi bo'lasiz. Lekin 50 tadan oshsa esa siz yana ham yuqorilab boradigan, sifatli ta'lim beradigan o'qituvchiga aylanasiz deb aytishar edi. Siz ham agar metodik kopilkaga ega bo'lsangiz, unda 21-asrdagi eng zo'r o'qituvchiga aylanasiz. Mana nimani yutqazadi o'qituvchi agar metodikadan foydalanmasa.